Andijon viloyatidan Shahrisabz shahriga xalqaro maqom san'at anjumanida ishtirok etish uchun kelgan delegatsiya a'zolari tadbirga bayramona ruhiyat olib kirishga alohida hissa qo'shish maqsadida tayyorgarlik ishlarida namuna ko'rsatib ish tashkil etmoqdalar. San'atkorlar viloyatimiz uchun ajratilgan sahnada kuy va qo'shiqlarni ijro etib, mahoratlarini charxlamoqdalar. Paxtaboqdan kelgan dorbozlar mashg'ulot olib borayotgan bo'lsalar, viloyatimizning taniqli askiyachilar, badiiy jamoalar raqqoslari, karnay sunnay ijrochilari, murabbiylar ko'magida hozirlik ko'rmoqdalar. Viloyat qo'g'irchoq teatr jamoasi ham o'z repertuari bilan bayram tadbiriga puxta tayyorgarlik ko'rdi. Bu yerda ular yangi tomoshalarga yanada sayqal bermoqdalar. Hammamiz jamiljon bo'lib yig'ildik. Bu yerda Andijonni ham yuzini, ham Andijonni san'atini namoyon etish uchun tashrif buyurdik. Undan tashqari Andijon viloyat qo'g'irchoq teatri ushbu anjumanga o'zining ajoyib bir konsert tomoshasi, ya'ni qo'g'irchoqlar jonlanganda degan konsert tomoshasini olib kelgan. Ushbu maqom anjumanida Xudo xolasa chiroyli ishtirok etadi degan umiddamiz. Viloyat kutubxona axborot resurs markazi ham anjumanga tayyorgarlik ishlarida faol ishtirok etmoqda. Markaz 500 ga yaqin adabiyotlar bilan ishtirok etadi. Zahiriddin Muhammad Bobur asarlari va uning hayoti, faoliyatiga bag'ishlangan adabiyotlar viloyatimizning taniqli ijodkorlarining eng sara kitoblari ko'rgazmadan o'rin oladi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan, viloyatimiz hokimi tomonidan shu kutubxona sohasiga juda katta e'tibor berilyapti. Shu orqali mana hozir viloyatimizda juda katta ishlar amalga oshirildi. Aholini bepul kitoblar bilan ta'minlash, ularni madaniyatini oshirish maqsadida kitob javonlari mana tashkil qildik. Mana festival sharafi bilan mana biz tashrif buyurgan joyimizda juda katta chiroyli o'zgarishlar bo'lib, juda katta chiroyli ko'rgazmalar tashkil qilinyapti ekan. O'ylaymizki, bu festivalimiz juda chiroyli ko'rinishda yaxshi o'tadi deb umid qilamiz. Bayramona kayfiyatda yuqori saviyada o'tishi kutilayotgan anjumanga viloyatimizning san'at va madaniyat xodimlari bir jamoa bo'lib Andijondagi yangiliklarni, xalqimizning turmush tarzi, yutuqlarini aks ettiradilar. Mana bugun biz Andijon viloyatidan xalqaro maqom san'at anjumaniga 150 dan ortiq ishtirokchilar tashrif buyurganmiz. Bu anjumanda viloyatimizda respublika xalqaro tanlovlarli milliy maqom san'atiga o'zini hissasini qo'shgan mutaxassislarimiz, hunarmandchilik yo'nalishi bo'yicha eng yaxshi kulolchilik, kashtachilik, hunarmandchilik bo'yicha eng yaxshi ustalarimiz tashrif buyurgan. Respublika tanlovlarida g'olib bo'lgan, prezidentimiz tomonidan taqdirlangan haqiqiy ustalar o'zlarini tashrifi bilan buyurishgan hamda bu filarmoniyalarimiz, milliy namunali maqom ansambllarimiz, folklor jamoalari, askiya san'ati bo'yicha milliy dorbozlarimiz tashrif buyurishgan. Bugungi anjumanga o'zi har bitta jamoamiz, har bitta hunarmand hissalarini qo'shib bugungi katta dasturlar bilan tashrif buyurishgan. Anjumanga ko'rilayotgan tayyorgarlik ishlarida ishtirok etayotgan xorijlik mehmonlar viloyatimiz hunarmandlarining ishlaridan ko'zlari quvnamoqda. Men Andijon davlat meditsina institutida o'qiganman. 1967-yildan 1973 yilgacha Andijondek chiroyli shahar, Andijondek so'lim joy men dunyoda ko'rmadim. Andijonning parki, burgutlar, nihoyat mehmondo'st, mehmonnavoz xalq. Men faxrlanamanki, men Andijon davlat meditsina institutini bitirganman. Barcha andijonliklarga bizlarning nomimizdan alangali salomlar yetib borsin. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, baxt va saodat tilaymiz. Har kuni yangiliklar bilan boyib borayotgan maydonda olib borilayotgan ishlardan kishining dili yayraydi. Haqiqiy mo'jiza esa sanoqli kunlardan so'ng ro'y beradi. Buni butun dunyo intizorlik bilan kutayotgani shubhasiz. Shahrisabzdan avuz.uz veb sayti va Andijon axboroti uchun maxsus tayyorlandi.